Assalomu alaykum YouTube ahli. Angren shahar, Toshkent viloyati Angren shahrida hozir 3 xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Ko'rib turibsiz, ta'mirlari yaxshi holatda, yangi holatda chiqarilgan va katta eshikdan shundoq kirib kelganimizda chap qo'limizda shkaflarimiz bor va o'ng qo'limizdan yuvinish xonasi, hojatxonalar keladi. Bu yoqda kichkina bitta yotoqxonasi bor. Bu joyda hozir uy egalari narsalar turgancha buni ko'rsatmaymiz va qani boshladik. Obzorimiz yuvinish xonasimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Yuvinish xonamiz chiroyli turib ta'mirlar chiqarilgan, vannalari yaxshi holatda, suv, svetdan muammolari yo'q. Bundan keyin mana hojatxonamizga kelamiz. Hojatxonamizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Ta'mirlari yaxshi holatda qilib qo'yilgan. Va endi yotoqxonamiz, mana yotoqxonamiz ham oppoq turib, chiroyli holatda aboylar tortilgan. Pastda mana ko'rib turishingiz mumkin. Chiroyli holatda. Bu tomonimiz shahar va balkondan hozir ko'rsataman. Tog'larni ko'rib mazza qiladigan chiroyli, ruschasiga aytganda vidda yashasa bo'ladi. Xo'p, bu xonamizni ham ko'rdik. Ko'rganimizdan keyin endi zal qismimizga o'tamiz. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. Zalimiz ham emulsiyalar qilib qo'yilgan, kattagina holatda ekan. Chiroyli qilib turib mana ta'mirlari qilingan. Bu yoqda o'sha отоплениялар bor. Chiroyli qilib turib, bu tomonga balkonga o'tiladi. Hozir endi balkon qismiga o'tib ko'rsataman. Xo'p, oshxona qismimiz mana ko'rishingiz mumkin. Oshxona garniturlari qilingan. Bu yog'imiz ham xuddi shunaqa ta'mirlangan. Ta'mirdan chiqarilgan ekan. Balkonimizga o'tamiz. Balkonimiz 6 ga 2 qilib turib ta'mirlab qo'yilgan. Chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Nima deydi, tapchanlar bilan birgalikda o'tirib mazza qiladigan joyi va bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin, tog'larni ko'rib ajoyib holatda mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Ishdan kelganda bu yoqlar tinch, 5.2 dahasi angrenliklar bo'ladi. Bu joyimiz harbiylar uchun ham juda ham mos keladi. Nimaga desangiz, shundoqqina yonimizda harbiy qism, voyenniy часть joylashgan. Kelib turib tayyor sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi hammaga qiziq joyi, ya'ni uyimizni narxiga kelamiz. Uyimizni narxi uy egalari $41,000 deb baholashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Uy egalariga bemalol aloqaga chiqib turib, savdolashsalaringiz bo'ladi. Sunnatiga 1 so'm o'tib beramiz degan joylari bor. Bu videoni 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Aytganimdek, ta'mirlari yaqinda chiqarilgan ekan. Bemalol kelib turib yashasa bo'ladi.